Burunning burnusida bir sirliq afsun bo'lib, uni faqat o'ylab o'qisangiz-da, bu sirliq hayotlik koridori ichiladi ekan. Buning bilan hikoyadagi kishilar balalar cho'chak dunyosiga kiradi ekan. U yerda biz cho'chakdagi barliq kishilarni uchirta olaylik. U bo'lsa-mu, yenggirim balalar cho'chigi, mami. Ben şu. Hayırlığınla bitti mi? Biz çöçek alımı varımız. Yolgu çıkaydı. Doktor! Yo, meni qutqizib ol. Birdan chidab tur, mana hozir. Birdan chidab tur. Men bo'lmagan bo'lsam, qandaymi qilib o'tdim, doktor? Yo, ba'zi chaqlarda xili asqatsanchimi? Shah ota, o'tinib qolay. Men uni topaman. Qara, o nima degan go'zal. Oğlum, o rastlı bekçiraylık. Lekin bilişin gerek ki Melikinin apsi Ankara'ya xonish intayin qo'rqinch hayal. Melikem, sizni bir ko'rish uchun har qanday mushkulotlarni yengishga roziman. Mening hayotim, mening muhabbatim, mening qalbim mangu sizga mansub. Oğlum, sen nimandaq joyli qildiqansan? Sana ayan, Melikinin apsi azaldan to'y taklif qo'yganlarni har xil vositalar bilan murodiga yetkazmay kelyapti. Shah ota, mana ishini men cho'qim qalbi qila olayman. Biroq o'g'lim, bu ishda hech kim qalbi qilaligini yo'q. To'y taklif qo'yganlarning hammasi o'ltirib etildi. Qahramonlarcha o'lib ketishga rozimanki, bir umr uning ishqida majnun bo'lib yurgim yo'q. Mayli rozi bo'ling yoki bo'lmang, men baribir uningga to'y taklif qo'yman ota. Navkar, uni darhol band qilib etinglar. U ahmoqona ish qilib yurmasin yana. Labbay. Meni qo'yib etish, anglashdingmi? Sizga buyruq qilyapman. Anglashdingmi? Berib shahzodning xonasini topaylik. Nima qilay deysiz? U muhabbatlashmoq ekan, biz unga yordam qilishimiz kerak. Siz menga bunday muomala qilsangiz bo'lmaydi, ota. Meni chiqarib eting. Qanaqa ish bu? Sizlar kim? Mening ismim Yao. Dunyo bo'yicha eng donglik tavakkulchi. Xayrlik atigan, o'zimni tunishtirishga ruxsat qilgaysiz. Mening ismim Kol, doktor bo'laman. Men degan olim, falsafashunos ham muzik qadrlaguchi. Bo'ldi. Biz o'rtada yuzlagan ishlarning hammasini ko'rdik. Siz Malikani rostli yaxshi ko'ramsiz, ha? To'g'ri. Uning qishining go'zalligini til bilan tasvirlab berishga ojizlik qilmang, qaranglar. Rostli chiroyli ekan. Biroq siz uningga erishamasligingiz mumkin. Kim shunday deydi? Og'aylar, muhabbat hammadan g'olib keldi. Xayr, xo'sh. To'xtab turing. Nega bormoqchisiz? Xonishning yaniga borib, Malikini menga berishini o'tinaman. Men ketdim. Mana doktor, o bizlar yordamimizga muhtoj. Tez bo'l. Yo'q, biroq Malikining opsi to'y taklif qo'yganlik odamning beshini oladi. Malikiga to'y taklifini biz emas, shahzoda qo'ydi. Kassiz shahzodaning besh ketmamdi. Tez bo'l, berib unga yordam qilaylik. Bo'la. Shahzoda to'xtab turing. Biz sizlar birga boramiz. Sizlar zot nima qilmoqchi? Sizlar zot kim bo'lsizlar? Siz navkarni olmay bir yo'q boradigan shaxslarni ko'rib baqqamidingiz. Navkarmi yoki sizlar? To'g'ri, hamroh. To'g'ri. Yo'lda hamrohingiz bo'laylik.
Bo'pti. Sizlar zot unmisanglar, undaq demanglar. Menga amra bo'lib, men bilan birga oshiqimning qasriga boraylik. Qanday? Muhabbatga erishganda dunyodagi hamma narsa intayin suyumlik tuyulib, hamma narsa xushallik uchimib, hamda hamma narsa xushbo'y buraydi ekan. Ha. Xushbo'y? Neredekini? Bu yer bir siz paypaqdek birawatmandi. Ahlileri meningcha xonish rasululloh shunday rahimsiz bo'lsa ko'proq odam elvasak bo'larmikin. Demoqchi bo'lganim bir qadar qovulashganladim degandek. Sizningcha qanday ahlileri? Ay, anladыңmы? Тұра, орныңдан. Ay, тоқтаңла. Ay, тоқтаңla. Biz sizlar bilan birga boraylik. Bizning qo'limizdan hamma ish keladi. Men putimni uzartalayman. Agar putimni uzartadigan bo'lsam, hozirgidan 3 yil uzun aydi. Men havoni sümiralayman. Agar havoni shundoq sumirdigan bo'lsam, hozirgidan 300 hassa yo'g'inayman. Hey, bular hargiz sal qaraqli bo'lmoqdek. Haqiqatan qolsizkan. Bo'ladi, bizga hamra bo'lib beringlar. Mayli. Rahmat sizlarga. Sizlar hargiz pushaymon qilmamsizlar. Hargiz undaq bo'lmaydi. Hargiz pushaymon qilmaymiz. Hey, odamga qaranglar. Hey! Asta rahmanmabsan. Qo'liqimni gaz qilib bo'lib tasqalding. Nima ish qilyapsizlar? O't cho'pning o'sganlik ovozini tingshayotgan edi. Men bo'lsam, ahu do'ngdagi chigatkining usul o'ynishiga qarayotgan edi. O ishkisi qandaqka? Meningcha ular cho'qim asqatidi. Ular faqat jirat bo'lsa bo'ladi ekan. Hey, sizlar shahzoda xizmat qilishni xohlamsizlar? Buning uchun tegishli haq olasizlarmi? Meningcha bo'ladi ekan. Biroq bir shartim bor. Akammo birga bo'lsin. U ana. Chataq yo'q. Alilri, sizning kanoylaringiz ko'paydi ham bo'ldi. Pek yaxshi bo'ldi. Bugun kechini mush yerda o'tkazaylik. Ata eng avval qilgan ishimiz. Ata men malikiga o'tliq muhabbatimni izhor qilaman. Hey, uning ko'zi nima bo'lgan? U nemish ko'zini tengib oladi? Hey, tangdashiz ko'z. Ular nemish sening ko'zingni tengib olganligini bilgisi bor ekan. Shahzodaga nima bo'ldi? U betap bo'lib qolgandi. Betap? To'g'ri. Uning kesili bakmi eg'ir. U aşk kesili bo'lib qoldi. Yo. Ular ne ketgandi? Ular bizni tashlab ketgan o'xshaydi, yo. Biroq shahzoda joyida o'ltirdi-ku. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nima? Hey, nima qilyapsan? Shuni yondur, tez bo'l. Yondur, orasida bu atmabdi. Hey, anlanglar, xo'jayin uyg'ondi. Hey, u kelyapti-da. Endi biz yo'lga chiqaylik. Yo. Bu biz o'rlashtirgan ajoyib bir guruhi bo'ldi. To'g'ri dedim. Men ularning karomatini ko'rib aldirib ketyapman. Keldik og'illar. Ashu mening malikamning uyi. Sizlar qanday o'ylayapsizlar? Mening eng avval o'ylaganim qo'rqinish olimlari.
tez bulunglar, meni qutqub bo'linglar. Bu o'tqa qoqlanib, to'g'lab o'lay dedim. Chaqqan bo'linglar. Ha, bu rastlı g'arib odamkan. Hey Semiz, sen onu tezden yedi vag'in. O to'g'lab o'lay dedim devatadi. Çataq yo'q, balkim u masqit qola. Mangla ağillar, endi aşkımның vəsiliga yetadigan bo'ldim. Men bilamanlar. To'xtanglar. Meningcha bular kirsa, malik qo'qib ketamkin deyman. Shunlashqa ular bu yerda turib tursin, ha? To'g'ri dedim. Mundaq bo'lsin. Ikkimiz shahzoda bilan birga kiraylik. Boshqalar bo'lsa, bu yerda siz saqlab turinglar. Şahzadı Şivariye geldi. Keçirgeyli alileri. Oh yigit, sen qandaq vəz bilan bu yerga kelib qoldin, ha? Alileri. Sizning qizlarini amrim gelish niyati bilan nurg'un mushkulotlarni biz keldim. Bilishing kerakki, qizimga erishishdan burun mening shartlarimni o'rindab, uningga mos keladiganligini isbotlashing kerak. Bo'ldi. Men buni anglagan alileri. Undaqda yaxshi. Sen bir kechada 100 tuyoq kalini yeb etishing, 100 kup sharobni ichib etishing kerak. Agar biray kalining bir talmoyi yoki bir tam sharob ichib qoladigan bo'lsa, u chaqda kallang elinadi. Yigit, gapimni tushungansan? Bu adil bo'lmadi Xonish oppa. Oldin qitimga shahzodaga 3 kali yeyishni va 3 kup sharob ichishni buyurgan edingiz-ku. Bu qanday ish? Davr o'zgardi, malikam. Xonish, meningcha bir odam yolg'iz taom yesa toz ko'ngli bo'lmaydi. Shunlashqa bir qancha do'stlarimni chaqirib, birga yesam-ku bo'lar. Albatta bo'ladi. Biroq boshqalarning meni pixsiq, bexil deb qolmaslik uchun 300 tuyoq kala, 300 kup sharob tayyorlayman. Qanday? Agar vazifani o'rinlayolmasang, hamrohlaringni qo'shib qolsa elinadi. Malikam. Bak yaxshi oldu. Men yeydigan mazili go'shtlar qiyni. Bu hakikaten esir iş bo'ldi. Dunyodagi eng go'zal qizning muhabbatiga erishdan bo'ldim. Qadrligim, siz nima degan donishmand? Vasiyatingizda qizimizni to'y qildigan chaqda podshohlik o'rniga chiqsin deb tikansiz. Afsus. To'y taklifi qo'yg'uvchilarning hammasi nihoyat boldir o'lib ketib, to'y kunigacha yashamayapti-ku. Tez bo'l. Vaqt to'shaydab qoldik. Eng oxirgi bir tomchika. Xonish, qarag'anda sharoblardan yana bir necha ko'p basli bo'ladi. Orasida vatado alilari. Bu mumkinmi? Orasida o'rindabdi alilari. Tushundim. Sen rostilla menga kuyovul bo'lmoqchi bo'lsang, seni yana sinab beqishim kerak. Ular yeb ichishdan boshqa yana nima ish qila oladi ekan? Berib qarab boqqin. To'g'ri dedilar oliylari. Masalan, u g'ayratmi, aqlliqmi, qovul ham sog'lommi degandek. Buningda chatoq yo'q oliylari. Undaqda texmi yaxshi. Chunki bu qatimqi ikkinchi shartni o'rindashda cho'qim boyaqdan deb o'tgan iqtidorning hammasini ishlatishga to'g'ri keladi. 2 kun ichida mening qizil dengizga tushib ketgan o'zigimni tepib kelasan. Tushundingmi? Unda qilamsan kallang elinadi. Xonish oppa. Bo'ladi, oliylari. Yana nimishga setib qo'ysiz? Siz adaldan bunday qilib boqmagan-ku Xonish oppa. Sana to'y taklifi qo'yg'uvchilarning qanday shartda o'rindashini mana men belgilayman. Tushundingmi? Hey, bu yoqqa qarang.
biz Şahzadening sodiq hamrohlari bo'lamiz. Biz bütün kuchimiz bilan unaga yordam qilyapmiz. Pek yaxshi bo'ldi. Unaga yordam qiladigan odam bor ekan. Undaq shahzodaga yetkazib qo'yinglar. Opamning yo'qotgan uzuk tanmasdan eksi bir tal halqa. Qara, o qeriga o'zimni bir ko'z qo'yadigan bo'lsa. Biz uning o'zigini topa olamiz yo'q. Biroq u va'dasida turamdi, ha? Qizildingiz. U yerga berish uchun oz degandimi, bir ishga vaqt ketadi. Bunaqa amal topimiz olilari. Hey, uzun tura, biz bir 2 kun ichida Qizildengizga berib kelishimiz kerak. Qizildengiz u yerda? O tarafda. Qanchalik keladi, ha? Bir 2000 kilometr kelar. Oh, yaqinkan ku. Undaqda yo'lga chiqaylik. Ko'pchilik, mening tasmamni chin tutulamsa, ha? Yo'lga chiqdi. Bu cho'qim Qizildengiz. Bu chiqondagizda bir tal uzukni qanday topqil bo'ladi? Dengiz, men qaranglamisa. Endi mening karomatimni ko'ringlar amsa. Ha, to'g'ri. U uzuk qanday shaklda ekan, ha? Aytinglarchi. Uning shaklini men bilaman. Men faqat bir halqini ko'rdim. Asho, gel asho. Gel musha. Uzugingiz mana xonish. Qaraganda bu shartlar sana nisbatan pek oson bo'lib qopti. Biroq sening qizimning holidan o'tdan xabar ololmaydiganligini bilgim bor. Jinim bilan qo'g'dayman xonish alaylari. Undaqda meni xotirjam qilay desang, yana bir qatimliq shartimga ma'qul bo'lishing kerak. Qani sizlar xonish alaylari. Undaq bo'lsa, kech soat 12 gacha qizimni sog' salomat qo'g'dab tura olsam, uni sana yotiq qilaman. Xonish, xo'shallik bilan o'rindayman. Bu qatim yana qanday to'zoqlarni qurg'andi, ha? Mening amroq qizim keldi yigit. Endi uningga o'tdan qarang. Bular mening chakarlarim. Endi sizni bering alileri taqilman. Endi sizni bag'rim qubasay. Nima degan baxtlik. Biroq har holda ehtiyot qilaylik. Eshik derazlarni mahkam etaylik. Qanday dedim? Doktor to'g'ri aytadi. Opamga osonlik tishingiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Endi hech qanday ish chiqmaydi. Biz bexatar bo'ldik. Ularning nima qilayotganligini menga ko'rsatgan. Bu yerdekan minglari parchalanib, samotdek erib, hammasi uyquga ketsin. Kichik paxlanlardek qattiq, yanama qattiq uyquga ketsin. Qara doktor. Ko'pchilik hammalar qo'liqlarni yetib olinglar. Onundan tur qizim. Yo'lga chiqadigan vaqting bo'ldi. Tez u yerga borgin. Tez u o't chambarakli tomning yeniga borgin.
seni hech kim topolmaydi. Tez bag'ir. To'xtang. Hay doktor ko'zingni och. Malika yo'qolib ketibdi. Ko'pchilik tez uyqularni ichinglar. Ha? Nima yo'qolib ketibdi? Bu qanday gap zodi? Yerim kech soat 12 ga yana 15 minut qoldi. Tinchliklar. Malikaning qayoqqa ketganini anglab boqay. Anladim. Nima anlading? Önkürning ichida yig'layotgan ovoz angladim. Önkür? Bu yerdan u önkürga berish uchun taxminan 300 soat ketadi. Endi qarab turmay tez mangayli. Kelay deb qoldik. Tez bo'l uzun tura. Ha, to'g'ri. Bu yer shu. Men azaldan bunda xiyolanib portib baxmagan, biroq endi sinab baqay. Sen cho'qim qila olaysan. Bo'la chaqqan. Ko'pchilik o'zimizni toza qilaylik. Qo'rqmang malikam. Men sizni qutqizaman. Qani muzadam yardım qilmamsan, tez bo'l. Men sizlarga yordamim tegmasligini eslab turgan edim. Qo'rqmang malikam. Sizga hech olmaydi. Malik keldi. Rahmat sizlarga, rahmat. 12 ga yana 4 minut qoldi. Tez bo'layli. Tez. 10, 9, 8, 7, 6. Tamam. Senin qattiq qulluğa. Siz dunyo bo'yicha eng go'zal qiz. Menga yotliq bo'lishni xohlamsiz. To'y marosimini ko'rsam yig'ilg'im keladi. Ular qaytib ketdi. Oğlum, meni baxush qilibding-mi, ha? Men seni menga ko'ranmaydigan bo'ldim deb ekanman. Oğlum, bak yaxshi bo'ldi, ha? Shahada, qara, bular mening do'stlarim. Eng yaxshi amralarim bo'ladi. Sizlarni qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa, demasangmi bilaman, o'chiqim dunyo bo'yicha eng go'zal qiz mening kelgusidagi kelinim bo'ladi, shundaqmi? Qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olaman, suyimli qizim. Yo'q, bizning mangadigan vaqtimiz bo'lib qoldi. Bularning to'y murosimiga qatnashib andim mangaylichi. Hozirla, yetib uxlab qolasan. Bo'ldi qilsangchi. Bo'ladi. Seni diginachi bo'lsin. Endi mangayli, ha? Tayyorlig'ing tutdimi? Shunda. Semsiya! Yerga balachi! Shuningdan e'tiboran Shahzoda bilan Malika baxtli turmush kechiribdi.